subhanalloh. Biz shu bolajonlarimizga Istanbulda hozir eng qimmat do'konlardan hozir kiyim qaraymiz qizlarimizga. Ham otasidan ham onasidan ayrilgan qizaloqlarimizga Xondamir bilan. Nima deysiz Xondamir? Yaxshi? Zo'r. Eng zo'r ekanlar do'kon. Sizga qaysi biri yoqdi? Menga mana bu yoqdi. Nima deysiz? Juda ham zo'r fashion aka. Siz kiyim bilan ish qilasiz-ku. Juda ham yaxshi model aka. Xursand bo'ladi bolalarimiz. Albatta inshaalloh aka. Xursand bo'lib sevinib kiyishadi. Subhanalloh. Juda ham oz vaqt qoldi azizlar. Hissa qo'shib qoling. Biz mana roliklarni e'lon qilyapmiz. 60 kabutar endi inshaalloh Samarqandda. Bizning bolalarimiz, mana shu yetim bolalarimiz eng yaxshisi, eng qimmatiga loyiq. Xuddi o'zimiz farzandlarga olgan kabi, xuddi o'zimiz farzandlarimizga bayram qilgan kabi munosabat qilamiz. Inshaalloh.